Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Assalomu alaykum. Viloyat Ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati tomonidan tayyorlangan vaziyatlar rakursi ko'rsatuvi yana efirda. 14-iyun butun jahon donorlar kuni munosabati bilan viloyat ichki ishlar organlarida xizmat qilayotgan xodimlar qon topshirish aksiyasida faol ishtirok etishdi. Qon bu hayot. Unutmang, siz u biz topshirgan qon bunga zarurati bo'lgan kimningdir hayotini saqlab qoladi. 14-iyun Butunjahon donorlar kuni munosabati bilan men donorman shiori ostida ixtiyoriy qon topshirish xayriya aksiyasi bo'lib o'tdi. Viloyat qon quyish markazida bo'lib o'tgan mazkur donorlik tadbirida Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi tizimida xizmat qilayotgan zobit va ofitserlar ham jonbozlik ko'rsatishdi. Ular yordamga muhtoj insonlarga yaxshilik qilishni diliga jo aylab, mazkur tadbirda faol qatnashdilar. Qon bu hayot, uning qiymatini dunyoda hech bir narsa bilan taqqoslab bo'lmaydi. Qon va uning tarkibiy qismlari yetishmasligi sababli ko'pgina insonlar, qolaversa, jajji bolajonlar hayotdan ko'z yumishi mumkin. Xalqimiz bag'ri kenglik va umumiy insoniy tuyg'ularni qadrlaydi. O'tkazilgan ushbu tadbir ham ko'pgina insonlarga darmon, qanchadan qancha oilalarga quvonch va shodlik olib kelishi tabiiy. Bir so'z bilan aytganda, donorlik bu insoniylikning eng oliy namunasi hisoblanadi. O'tkazilgan ushbu xayriya tadbiri tibbiy ijtimoiy ko'makka muhtoj fuqarolarni qo'llab-quvvatlash, insonlarni ko'ngilli ravishda qon topshirishga chaqirish orqali bemorlarning hayotini saqlab qolish, jamiyatda insonparvarlik va mehr-oqibat g'oyalarini keng targ'ib qilishga qaratilgan. Mazkur xayriya tadbirlari davom etmoqda. Viloyat ichki ishlar organlari xodimlarining mavjud muammo va masalalarini hal etish doimo e'tiborda. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i polkovnik Rahmat Mamatov viloyatimizning Toyloq, Bulung'ur, Urgut, Jomboy tumanlari ichki ishlar organlarida xizmat olib borayotgan xodimlarning masala va murojaatlarini tingladi. Jamoat xavfsizligini ta'minlash, fuqarolar tinchligi va osoyishtaligini saqlashda muhim o'rin tutadigan ichki ishlar organlari faoliyatida xodimlar bilan doimiy muloqotda bo'lish, ularning muammo va takliflarini eshitish alohida ahamiyat kasb etadi. Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i polkovnik Rahmat Mamatov Toyloq tumanida Urgut, Jomboy, Bulung'ur va Toyloq tumani ichki ishlar organlarida xizmat qilayotgan shaxsiy tarkib bilan muloqotda bo'lib, ularning turli mazmundagi murojaatlarini tingladi. Unda xizmat davomida yuzaga kelayotgan muammolar, moddiy texnik ta'minot, kadrlar bilan ishlash va oilaviy masalalar yuzasidan yechimlar qabul qilindi. Boshqarma boshlig'i har bir murojaatning ijobiy hal etilishi bo'yicha tegishli topshiriqlar berdi. Xodimlarning huquqiy va ijtimoiy himoyasi, ish sharoitlarini yanada yaxshilashga doir choralar muhokama qilindi. Shahar tuman ichki ishlar bo'limi mas'ullari har bir xodimning oilaviy sharoitlarini ham o'rganib, ularning mavjud muammolarini hal etish choralarini ko'rishi kerakligi alohida ta'kidlandi. Bunday muloqotlar ichki ishlar organlarida faoliyat yuritayotgan xodimlarning ishonchini oshirish, ularning samarali faoliyat yuritishini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Rahbarlar va xodimlarning sohaga oid bilimlarini doimiy ravishda boyitib borish asosiy vazifalarimizdan biri hisoblanadi. Samarqandda barcha shahar tuman ichki ishlar bo'limlari boshliqlari uchun o'quv amaliy seminar o'tkazildi. Bu kabi mashg'ulotlar xodimlarning bilim va ko'nikmalarini boyitishga xizmat qiladi. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining 2025-yil 25-apreldagi farmoyishi ijrosini ta'minlash maqsadida joriy yilning 10-14-iyun kunlari Ichki ishlar vazirligi Samarqand akademik litseyida o'tkazilishi belgilangan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurashish, mahalla jinoyatchiligining barvaqt oldini olish hamda energetik xavfsizligini ta'minlash faoliyatini tashkil etishga oid bilimlarni rivojlantirish mavzusida o'quv seminari boshlandi. Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi tashkiliy boshqarma boshlig'ining o'rinbosari hamda shahar tuman ichki ishlar bo'limlari boshliqlari bilan 5 kun davom etadigan o'quv jarayonida Ichki ishlar vazirligi akademiyasi professor o'qituvchilari, Ichki ishlar vazirligi Kriminologiya tadqiqot instituti mutaxassislari hamda viloyat ichki ishlar boshqarmasi rahbarlari, sohaviy xizmat boshliqlari ishtirokchilarga o'z yo'nalishlarida keng va batafsil tushunchalar berishmoqda. O'quv amaliy seminarda viloyatning tuman shahar ichki ishlar organlari boshliqlari ishtirok etib, unda mashg'ulotlar o'quv metodik materiallar, ko'rgazmali slaydlar hamda boshqa zaruriy hujjatlar asosida olib borilmoqda. Shuningdek, mashg'ulotlar mavzulari zamonaviy interfaol metodlardan foydalangan holda sifatli tashkil etilyapti. O'quv seminari yakunida barcha ishtirokchilar yakuniy sinov imtihonlari topshirib, mashg'ulotlar davomida o'rgangan bilim va tushunchalarni sinab ko'rishadi. Ichki ishlar organlari ayol xodimalari ishda qat'iy, tartib, intizomli bo'lsa, oilada pazanda va sarishta beka. Bu esa viloyat ichki ishlar organlari xodimalari o'rtasida o'tkazilgan pazanda ayol ko'rik-tanlovida namoyon bo'ldi.
Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasining sohaviy va tarkibiy tuzilmalarda xizmat olib borayotgan xotin-qizlar o'rtasida pazanda ayol ko'rik tanlovi o'tkazildi. Unda jami 12 ta jamoa ishtirok etib, har bir jamoa 2 kilogramdan o'zbek milliy taomi osh tayyorlashdi. Bellashuv doirasida ichki ishlar organlarida xizmat qilayotgan ayollar faqat qat'iyat emas, balki qalbida nafosat va mehr mujassam ekanligini namoyon etishdi. Xizmat libosini kiygan bu ayollar har kuni yurt tinchligi yo'lida faoliyat olib borar ekan, bugun kapkir bilan tillashib, palovni obi-tobida pishirishdi. Pazanda ayol tanlovi bu nafaqat mazali taomlar bahsi, balki samimiyat, do'stona raqobat, milliy urf-odatlarga bo'lgan ehtiromning ifodasi bo'ldi. Tanlovdan maqsad xizmat bilan bir qatorda oilada ham namunali beka bo'layotgan ayollarni rag'batlantirish, ularning pazandalik salohiyatini yuzaga chiqarish, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishdan iboratdir. Taomlar malakali oshpazlar tomonidan baholanib, g'oliblar aniqlandi. Estetik did bilan bezatilgan va mehr ila dasturxonga tortilgan palovning har bir luqmasida o'zgacha ta'm bor. Yakuniy natijalarga ko'ra 3-o'rin Barchinoy, 2-o'rin So'g'diyona va faxrli 1-o'rin Maroqand jamoasiga nasib etdi. G'oliblar boshqarma boshlig'ining diplom va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Hozir namoyish etmoqchi bo'lgan lavhamiz ko'nglingizni xira qiladi, qalbingizni og'ritadi, biroq ogohlikka chaqiradi. 15 yoshli jiyanini 20 million so'mga sotayotgan shaxs daliliy ashyolar bilan qo'lga olindi. Ko'ring, xulosa qiling. Fuqaro Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i nomiga ariza bilan murojaat qilib, Kattaqo'rg'on tumanida yashovchi 2 ayol voyaga yetmagan 15 yoshli bolani 50 million so'mga sotmoqchi bo'lib, pul talab qilayotganini bayon qilib, ushbu shaxslarga nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'ragan va mazkur ayollar bilan o'rtada bo'lib o'tgan audio yozuvni taqdim etgan. Mazkur ariza asosida 2025-yil 11-iyun kuni Samarqand tuman ichki ishlar bo'limi, tezkor qidiruv xizmati, jinoyat qidiruv bo'linmasi hamda davlat xavfsizlik xizmati xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida ayollardan biri So'z O'zbekiston bolalar mahallalari uyushmasi Samarqand filialida tarbiyalanayotgan jiyani uchun 20 million so'm pul olayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Mazkur holat bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 135-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Bugungi ko'rsatuvimiz orqali sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz ana shulardan iborat edi. Bizni rasmiy sahifalarimiz orqali ham kuzatib borishni unutmang. Omonlikda ko'rishguncha salomat bo'ling.